Pastroq qavatdan 3 xonali kvartira bo'lsa bitta ko'rsatasizmi deganlar uchun ko'rib turibsiz, mana 3 xonali kvartira narxini doimgidek o'sha izohlarda hamma yozishyapti, iltimos narxini boshidan ayting deb. Bu safar ham boshidan aytib ketaman. 3 xonali kvartiramiz Angren shahar 5/5 21-domning 2-qavatidamiz. 30 ming dollar narx so'rashyapti uy egalari. Qani bitta obzorimizni boshlaymiz, o'zingiz ko'rasiz, nima deysiz? Uy narxiga arziydimi, yo'qmi? Izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi, bemalol fikrlaringizni. Bismillah deb obzorimizni boshlaymiz. Mana tashqari eshigimizni ko'rsangiz bo'ladi. Temir eshik, ichkarimiz taxta eshikdan duolari bilan birga turibdi. Kirganimizda mana bunaqa kattagina holatda koridorimiz kutib oladi. Bundan keyin koridordan shundoq chap tomonga yuradigan bo'lsak, bizni yuvinish xonasi kutib oladi. Mana e'tibor bersangiz bo'ladi. Yuvinish xonamiz ta'mirlari o'rtacha holatda qilingan, juda ham ajoyib holatda va aristonlarimiz ham bor. Mana shunday holatda. Bundan keyin to'g'rida xo'p, bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana ko'rib turibsiz, yotoqxonamiz, ta'mirlarimiz ham ajoyib o'rtacha holatda va 5/5liklar bilsa kerak. Mana bu joyimizda olma do'koni bor. Shundoqqina olmani oldidagi kvartira. Oldimizda maktab, bog'chada muammosi yo'q. 14-maktab ham shundoqqina oldimizda joylashgan. Aytgancha issiqlikda muammosi ham yo'q ekan bu joyimizda. Qishda mazzaqina issiqqina bo'lib o'tirasiz. Endi kattalar yotoqxonasi, ya'ni 2-yotoqxonaga o'tamiz. Ko'rib turibsiz, bu joyimizda spalniyalar qoladi deyishyapti egalari. Ta'mirlari ajoyib o'rtacha holatda va mana shu ko'rib turgan pardalarimiz hammasi ko'k holatda. Bu joyimizda ham mana shu spalnilari qolar ekan. Xo'p, endi koridor qismiga chiqqanimizda mana bu joyda 3 xonali uylarda mana shunisi yoqadi, ya'ni qo'shimcha shkaf sifatida yoki omborxona sifatida o'zingiz uchun qilib ketsangiz bo'ladi. Qishki narsalarni yoki boshqa hozircha ishlatmaydigan narsalaringiz qo'yib qo'ysangiz bo'ladigan holatda. Bir xonali uylarda ko'pida deyarli bu narsalar yo'q. Xo'p, endi zal qismimizga o'tamiz. Zalimizni ham bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Ataplenalarimiz bor. Zalimiz lekin ta'mir talab ancha. Bitta ta'mirlab oladigan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi va bu uyimizda stenkamiz qoladi bu xonamizdan. Patolog qismlarimizni ko'rib turibsiz, qandillar ham ilib qo'yilgan. Anchagina katta holatda, baland ekan uyimizning o'zi ham. Xo'p, endi bundan o'tadigan bo'lsak, hojatxona qismimiz va oshxonamizga kelamiz. Avval hojatxonamizni ko'rsatib o'taman. Hojatxonamiz ham yaxshi va nima deydi, unvonliklarni qo'yib qo'yishgan, qo'l yuvib boshqa narsalar qilishga va mana oshxona qismimiz. Oshxona qismimizdan bitta oila mazza qilib o'tirib, mana shu joyda o'zida ham yosh oila bo'lsa ovqatlansa bo'ladi yoki kattaroq oila bo'lsa balkon qismida bemalol ovqatlansa bo'ladi. Bu joyimizda mana shu garnituralar tashab ketiladi, dudboronlar qo'yilgan, gazda ovqat qilayotganlar uchun mana ko'rib turibsiz va bundan o'tadigan bo'lsak, endi balkon qismimiz 2/6 holatda kattagina balkon qismimiz, konditsionerlarimiz ham qoladigan sharoitda ko'rib turibsiz va bu tomonimizdan o'sha zal qismimizga o'tsa bo'ladigan eshiklarimiz bor. Aytganimdek, katta oila bo'lsa bemalol mana shu joylarda o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Video narxini boshida aytib o'tdim. 30 ming dollar narx so'rashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz yoki Angren shahar 5/5 dahasidan uy olmoqchi bo'lganlar, maktabda oldidan bitta uyim bo'lsin deganlar uchun ham bu uyimiz juda ham to'g'ri keladi. Tanishlarimiz bo'ladigan bo'lsa yuborib qo'ying yoki o'zingiz olmoqchi bo'lsangiz ham tez aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 3 xonali mana shunaqa yaxshi holatdagi, o'rtacha holatdagi kvartiramiz sizlarni kutyapti. Va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib ketsangiz bo'ladi. 30 ming dollarga arziydimi? Nima deb o'ylaysiz bugungi kunda 2-qavatdan yoki bo'lmasam bu narxga 3-4-qavatdan uy olgan yaxshimi?